Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qalaysiz, zo'rmisizlar, tinchmisizlar, kayfiyatlar zo'rmi, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan Expert.uz. O'g'li bugun albatta ozgincha o'zgarish qilgan holda futbol o'yinlariga emas, bitta zo'r qilib 3 ta komandadan iborat bir 5 koeffitsiyentcha bo'lgan kupon yasaymiz. Albatta basketbol o'yinlaridan yasashga harakat qilamiz bugun. Chunki futbol o'yinlari bilasizlar, постоянно bitta komanda bor chiqib qo'yadigan. O'shaning uchun bugun basketbol o'yinlariga kupon tuzib ko'ramiz. Basketbolda ham ancha kuponlarning koeffitsiyenti ko'proq, balandroq. O'shaning uchun bizga udobniy va qulay tarafi o'sha basketbol bo'lib qoldi. O'shaning uchun hozir bugungi videomizda albatta basketbol o'yinlariga kupon tuzamiz. Zo'ridan albatta oqlab beradi deb umiddaman, chunki o'zim anchadan beri basketbol o'yinlariga kupon tuzaman. 2 ta 3 ta komandadan iborat 3 koeffitsiyent, 2 koeffitsiyent, 4 koeffitsiyent qilib kupon tuzaman. Zo'r o'tib beradi. Bugun ham albatta o'shanaqa zo'r o'tib beradigan kupon tuzishga harakat qilaman. Albatta sizlar ham foydalanib qolsanglar bo'ladi. Xo'p, bilasizlar, videomizda har doim boshlanishidan oldin men nimalarni ko'rsatib o'taman. Statistikalarimni, kechadan oldingi o'yinlarimni, kuponlarimni statistikasi analiz qilamiz albatta. O'tdim, o'tmadim, shuni hammasini sizlarga batafsil ko'rsatib boraman, bilasizlar. Bugun ham shunaqa qilamiz, qaranglar. Xo'p. Kechagi o'yinlarimiz, qaranglar. Kecha 408 koeffitsiyent kuponim mana basketbol o'yinlari zo'r o'tdi. Hokkey o'yinlariga tuzilgan ekan bu zo'r. Bu yerda bitta mana shu oxirgi jamoa ozgincha chiqib qo'ydi. O'shaning hisobiga kupon o'tmay qoldi. Lekin hech qisi yo'q. Bu yerda biz katta baribir foydadamiz, 100% foydadamiz. Qaranglar. 9-aprel holatiga ko'ra 1, 2, 3, 4 ta live kupon berganman. Ya'ni live degani jonli. O'shanaqa kupondan 4 ta berganman, 4 talasi ham chiroyli o'tib bergan. Mana ko'rishingiz mumkin. 2 koeffitsiyentli o'yin. Buni Telegram kanalida ko'pchilik obunachilarimiz mazza qilyapti hozir. Mana shu kuponlardan bemalol o'tsanglar, sizlar ham foydalanib qolsanglar bo'ladi. Asosiysi kupon tekin deganlar. Qaranglar, keyin 3-4 koeffitsiyentlik. Bu aslida 3-4 koeffitsiyent emas edi. Bu общий 601 koeffitsiyent edi. Mana yerda bitta jamoa qaytib bo'lib qo'ygan hisobiga, mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham qaytib bo'lmaganida 601 koeffitsiyent o'tardi. Lekin hech qisi yo'q. Qaytib ham bir g'alabani biri. Bu ham o'tdi. O'tmay qolgandan yaxshi qaytib bo'lsa ham. Lekin koeffitsiyent ozgincha pasayadi. O'shaning uchun 3-4 koeffitsiyent bo'lib o'tdi, lekin bu 601 koeffitsiyent edi. Buni Telegramga tashlab qo'ydim, bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi 601 koeffitsiyentligini. Bu bitta qaytib bo'lgandan hisobiga shunaqa bo'lib qoldi. Va men yerda bitta kuponim o'tmadi. To'g'ri, men o'tmaganni o'tmadi, o'tganni o'tdi deb ko'rsataman. Keyin bugun albatta mana shu hokkey o'yinlariga hokkey debman, uzr, basketbol o'yinlariga kupon tuzamiz sizlar bilan. Bugunning o'zida Telegram kanaliga mana o'sha ko'rishingiz mumkin. 1, 2, 3, 4 ta kupon berdim. Ikkitasi yo'q, 4 ta emas, 4 ta kupon beribman. Mana ikkalasiga ahamiyat qilmaysizlar. Yo'q, 3 ta kupon beribman, ikkalasiga ahamiyat qilmanglar. Bitta kuponga 2 marta tikilib ketdi. O'shaning uchun shunaqa bo'lib qoldi. Bitta bunaqa kupondan berdim. Mana ko'rishingiz mumkin, 6 koeffitsiyent, bitta berdim, 3 komandadan iborat va bitta live kupon. Mana ko'rishingiz mumkin, bitta live kupon 201 koeffitsiyent va bu yerda bitta live o'yin, bu ham 1.6 koeffitsiyent. Chiroyli o'tib berdi. Buni hammasini Telegramga tashlab qo'ydim. Ertalabdan chiroyli kayfiyat, chiroyli nastreniya bilan obunachilarimiz o'yinni boshladi. Chunki ikkita g'alaba, chiroylisidan ikkita g'alaba. Gap bo'lishi mumkin emas. Agar kimga mana shunaqa kuponlar qiziq bo'lsa, albatta sizlarni Telegram kanalida kutib qolaman. Telegram kanal qayerda bo'ladi desanglar, Telegram kanal mana. YouTube kanalim bilasizlar. YouTube kanalim bu yerda bosasizlar, podrobniy va Telegram kanalining silkasini joylab qo'yganman. Ustiga bitta bo'lsanglar, sizlarni Telegram kanaliga olib o'tib qo'yadi deganlar. To'g'ridan-to'g'ri hech qanday muammosiz Telegram kanaliga o'tib qo'yadi. Telegram kanalida sizlarni mana shunaqa zo'r, mana hozir ko'rganlaringizdek zo'r ekspressionli kuponlar va live kuponlar hammasi tekinga sizlarga beriladi. Hozir katta ko'pchilik kanallarda mashqalar ko'payib ketgan deganlar, aldab odamlarning pulini ishlayapti. E'tiborli bo'linglar. Kupon sotib olaman deb aldanib qolmanglar. O'shaning uchun pulli kuponlarga uchmanglar. Tekin bo'lsin, o'tiydigan bo'lsin, 3 koeffitsiyent bo'lsin, shundan zo'r yo'q do'stlar. 100 ming tikib 200 ming foyda qilsangiz zo'r. 3 koeffitsiyent bo'lsin, zo'r bo'lsin. Tamom, boshqa gapsiz bo'lishi mumkin emas. U 100 necha koeffitsiyent, 400 koeffitsiyentlik kupon sizlar ishonmanglar. Deganlar, qaranglar, sizlar o'zlaringiz ham bir o'ylab ko'ringlar. Qanday 400 koeffitsiyentlik kupon bo'ladi-yu, sizlarga uni pulga sotadi. Agar shu 400 koeffitsiyentlik kuponni o'zi o'tkazib bilsa, sizlarga uni sotib nima qiladi u? O'zi bir
400 koeffitsient kuponga 100 ming urib qo'ysa ham daxlga pul bo'lib ketadi. O'shani bir ozgina o'zingizlar miyalaringizda analiz qilingizlar, o'ylanglar. U nerealniy narsa va hammasi o'yindan keyin Photoshop qilinadi va sizlarga mana shu kanalga tashlab qo'yadi. Ko'rasizlar, u bilan o'tgan bemalol sotib olsak bo'ladigan degan мнение paydo bo'ladi odamlarda. Yo'q, unaqa nimalarga, xom xayollarga bormanglar. Вообще befoyda. Xo'p, do'stlar, qaranglar, endi bugun Adinexpert kontorasida kupon tuzaman. Zo'r qilib, albatta 3 ta jamoadan iborat bo'ladi. 3 ta jamoadan iborat va 3 ta jamoadan iborat bo'ladi va 6 koeffitsiyentga yaqin bo'ladi kuponimizning koeffitsiyenti. Bemalol kimga ma'qul kelsa foydalanib qolsa bo'ladi do'stlar. Albatta, hech kimga majburlamaymiz bunaqa o'yinlar o'ynashga. Lekin xohlovchilar bo'lsa bemalol foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, Rossiya chempionatidan boshlaymiz. Dinamo va Dinamo Grozniy va Dinamo Ufa ekan. Bu yerda olamiz biz hozir. Tak. Dinamo Grozniyga olamiz. Dinamo Grozniy birinchi chorakda 2000 individual totalni olamiz. Ya'ni birinchi chorakda 2000 totali mayli 18,5 dan ko'p deb olamiz. 18,5 emas, mayli qancha desa bo'ladi. Tak. Mayli 19 dan ko'p deb olamiz. 19 da bo'lsa ham ko'p o'tadi. Eng yaxshisi mana shu 18,5 deb qo'yamiz. Vakana almashtiramiz. 18,5 dan ko'p. 2ning individual totali 18,5 dan ko'p jigarlar. Xo'p. Keyin keyingi komandamiz Rossiya chempionati bu ham Mogoist va Yenisey. Bular o'yinida albatta birinchi chorakni olamiz. Ayollar Mogoist va ayollar Yenisey. Bular o'yinida birinchi jamoa birinchi chorakda g'alaba qozonadi deb olamiz. G'alaba 1.6 koeffitsient. Keyingisi Dinamo Moskva va Spartak. Bunda ham birinchi chorakni olamiz va Dinamo Moskva birinchi chorakda g'alaba qozonadi deb olamiz. 1.99 koeffitsient. 1.99 koeffitsient ana bosdik do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. 3 ta komanda bo'ldi. Kuponimiz где-то 5.5 koeffitsient bo'ldi do'stlar. 5.5 koeffitsient kupon, вообще zo'r bomba. Mana 3 ta jamoa yengil, katta ko'p jamoa ko'rmaydi kupon tuzganda. Asosiy diqqat e'tiborni kamroq komanda bo'lsin. Kuponni stavkasi o'tiydigan va balandroq bo'lsin iloji boricha. U 1.2 koeffitsient, 1.1 koeffitsient degani o'tadi degani emas. 1.1 koeffitsient o'tmay ham qolishi mumkin. 3 koeffitsient ham o'tib ketishi mumkin. U koeffitsiyentiga qarab tanlamanglar stavka tanlaganda. Buni saqlab qo'yamiz. Mana kodi do'stlar. Mana shu kod orqali yuklab olsanglar bo'ladi. Ko'pchilik 1.2 koeffitsient berib qo'yadi, misol 1ning totali 0.5 dan ko'p deb qo'yadi va bu yerda 1.2 koeffitsient berib qo'yadi. Bu yoqda 0.5 dan oz 3 koeffitsient berib qo'yadi. O'yini kelmasa, o'yini o'xshamasa, o'yinlarning statistikasini ko'rish kerak. O'xshamasa, bu ham o'tib ketaveradi 3 koeffitsient. Katta ko'pchilik mana 1.2 koeffitsient berib qo'ygan, mana shu o'tsa kerak deb mana shunga bosadi va katta xato qilgan bo'ladi. O'shaning uchun unaqa narsalarni termanglar. U o'yinda hamma narsa bo'ladi. Bu albatta tavakkalchilikka asoslangan o'yin hammasi. O'shaning uchun chuqur analiz, statistikalarni o'rganib, keyin stavka qilsanglar bo'ladi. Mana shunaqa ishonchli kuponlarga. Men bu kuponga do'stlar $30 tikib qo'yaman. Mayli. $50 tikaman, $278 bo'lib qaytar ekan. Shunaqa urib qo'ydim. Mana 5.5 koeffitsient kupon. Kimga ma'qul kelsa bemalol bossa bo'ladi do'stlar. Albatta kuponga stavka qilish majburiy emas, xohlovchilar bo'lsa bemalol bossanglar bo'ladi. Endi do'stlar sizlardan har doimgi an'ana YouTube kanal kommentariyasidan 10 ta g'olibni aniqlaymiz. Bugun yana 10 ta g'olib. Bugungi kommentariyadan faqat endi komment yozgan va like bosgan. Avvalgi videolarda aytdim, komment yozib, like bosmagan bo'lsanglar, to'tal berilmaydi dedim. Hozir 10 ta odamni aniqlayman. Birinchi 10 ta odamning ichidan agar nechtasi like bosgan bo'lsa, o'shalarga to'tal beriladi. Tamom. Birinchi 10 ta odamni aniqlayman. O'shaning uchun like bosib qo'yinglar. Like bossanglar o'zingizlarga foyda do'stlar. Mana shunaqa to'tallar tushgan paytda like bosmagan bo'lsanglar, sizlarga berilmay qolmaydi o'shanda. Xo'p, o'tgan videomizdagi to'tal ishtirokchilaridan 4 tasiga to'tal tushdi do'stlar. To'g'risini to'g'ri ochiqchasini aytamiz. Biz aldamaymiz. Uni ko'pchilik ham biladi.
ochiq oydin aytaman, 4 ta odamga cho'tal tushdi. Chunki admin bot orqali tashlagan hamma ID'sini 4 ta odamga tushdi. 4 ta odam yana ID tashlagan. Yana 4 ta emas, 3 ta odammi shunaqa ID tashlagan. Qolgan 3 tasi уже 2 kundan keyinmi, 1,5 kundan keyin ID tashlagan. Ularga уже kanalda yetildi. Bugun oxirgi kun soat falongacha ID'larni tashlasanglar, kupon, kupon deb ma'zur, cho'tal beriladi deb e'lon qilindi. Lekin o'sha vaqtdan keyin kechga, ertasi kuniga tashaldi. O'shaning uchun ularga cho'tal berilmaydi. 4 ta odamga cho'tal tushdi va yana 3 tami shunaqa odam cho'tal olmadi. Sababi botga ID'lar tashalgan, nimadan admindan pul yechib olingan, lekin cho'tal ishtirokchilar ID'siga yetib bormagan. Bu texnik muammo bo'lgan, botda uni aloqa nimasiga, texnik yordamga yozib qo'yilgan. Bu pul vazvorat bo'ladi yoki tez orada o'sha ID'ga baribir tushiriladi yoki vazvorat bo'ladi. Agar qayta bizni kartamizga qaytsa, albatta yana o'sha ishtirokchilarga cho'tal tashlab beramiz. To'g'ri, bu bizning aybimiz. Albatta sizlar ishtirokchilarda ayb yo'q. Norozi bo'lish bo'lmasin. Albatta pul tushadi. Tushmasa, pul qaytsa yana tashlab beriladi. Muammosiz sizlarning ID'laringiz adminda bor. Men uni adminga tanlab qo'yganman. Bemalol muammosiz pul tushadi. Faqat sizlar siqilmanglar, yomon xayolga bormanglar. Ishonmaysanglar kommentariyada yozinglar. Telegram kanalda cho'tal yutganlar bormi desanglar, kommentariyada yozadi. Cho'tal vobshe tashlab bermadi deb xayolga bormanglar demoqchiman. Cho'tal 4 ta odamga tushdi. 3tasiga tushmadi, chunki botda muammo bo'ldi. Xo'p, do'stlar, ko'p gapirmaymiz va bugungi o'yinlardan ham 10 ta odamni aniqlaymiz. 62 ta kommentariya bo'lgan. Bemalol hozir ko'rib boraverasizlar do'stlar. Havoladan nusxa olamiz. Random programmasiga joylaymiz nusxani va aniqlaymiz, qani nechta odam komment yozgan. 49 ta odam yozgan ekan. 49 ta odamdan 62 ta kommentariya bo'lgan ochiq hisobda va 49 ta odam komment yozgan. Почти 50 ta odam. O'sha 50 ta odamning orasida hozir like bosganlarini cho'tal beriladi, like bosmaganlarga cho'tal berilmaydi do'stlar. Bo'lmasam hammaga omad tilayman va men cho'tallarni o'sha ishtirokchilarni aniqlashni boshlayman do'stlar. Yana bir marta aytaman, like bosgan bo'lsanglar cho'tal beriladi, like bosmagan bo'lsanglar cho'tal berilmaydi. Hozir like bosilganmi yo'qmi bu programmadan ko'rinadi va o'zingizlar ko'rib keyin xulosa chiqaraverasizlar. Xo'p, bo'lmasam birinchi ishtirokchimizni aniqlaymiz do'stlar. Ketdi. Uzbekistan zo'r deb yozgan. Qaranglar, like 0 turibdi, like bosmagan. Birinchi Uzbekistan do'stim, akamisiz, ukamisiz? Qarochi, og'a, videoga like bosmagansiz, uzr, shuning uchun cho'tal sizga berilmaydi. Video davomida aytib o'tganman, like bosish esdan chiqmasin deganman. Like bosilmagan, mana 0 turibdi like oldida. O'shaning uchun do'stlar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ketdi birinchi Uzbekistan 0905 zo'r. Cho'tal aniqlandi, lekin like bosmagan ekansiz do'st. Keyingisi 48 ta odamning ichida yana bittasi. Tak, mana Malta, Dubay. Bu like ham bosgan, krasavchik deb yozgan. Malta, Dubay yozgan. Mana like ham bosgan, ko'rishingiz mumkin. Like oldida bir turibdi. Bu insonga cho'tal beriladi, obunachiga. Albatta Telegramga o'tib adminga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Tak, keyingisi ikkinchisi ketdi, uchinchisi Musa Gulsen 306. Qarochi, like bosmagansiz, jigar, sizlarga ham cho'tal berilmaydi. Like bosganlarga cho'tal beriladi, like bosmaganlarga berilmaydi. Mana 0 turibdi. Bitta odam, uchinchisi ketdi, 3 ta odamdan bittasiga cho'tal beriladi. Xo'p, 4-odam. Bu ham Samir Jalolov. Aka like bossin, cho'tal bizga ham chiqsin. Qani aka like bosmagansiz, mana like o'rnida 0 turibdi. Ana shu like bosganingizda 1 bo'lib turgan bo'lardi. Afsuski, uzr, sizlarga cho'tal berilmaydi. Like bosmagansiz. Xo'p, 5-odam. Avtovodiy 1. Hammaga omad. Aka, kommentariya yozmagansiz, kommentariya yozgansiz, like bosmagansiz. Afsuski, uzr, cho'tal bera olmaymiz, chunki biz aytganmiz boshida, like bosgan bo'lmasangiz cho'tal berilmaydi deb. Uzr, keyingi videolarda albatta komment yozib, like bosishni esdan chiqarmang jigar. Keyingi videolarda albatta nasib qilishi mumkin cho'tal. Tak, 6-odam ketdi, 7-odam. Mana 6-odam. Farruh Mamirov.
Omad gap yo'q. Aka gap yo'q, muammosi ham yo'q, problemasi ham yo'q. Lekin faqat like bosmagansiz, like bosganingizda albatta sizga ham to'tal berilardi. Afsuski uzr, to'tal bera olmaymiz. Chunki biz aytdik gapimizni ustidan chiqamiz. Like bosilgan bo'lsa albatta to'tal beriladi. Bitta odam like bosgan, bittasi ham o'sha aytildi, Telegramga o'tsa, adminga o'tsa to'tali beriladi. Xo'p, Ulug'bek Jumayev, omad hammaga ekspertlar. Omad sizga ham jigar, lekin like bosmabsiz jigar. Kommentni yozibsiz, lekin like bosishingizdan chiqibdi. Keyingi kommentlarda albatta like bosishingizdan chiqmasin. Komment yozibsiz, like bosishingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda albatta like bossangiz, sizni kommentlaringiz g'olib deb topilsa, albatta to'tal olishingiz mumkin bo'ladi. 8-odam ketdi. 9-odam mana. Mashhura K. Go omad aka. Aka rahmat omad uchun. Lekin like bosmagansiz, afsuski xafa bo'lish yo'q. Biz aytganmiz. O'sha like bitta like bosib qo'yganingizda albatta kommentariyadan sizni kommentariyangiz tanlab olindi. Hozir to'tal olishingiz kerak bo'lar edi. 9-odam ketdi do'stlar. Oxirgi odamni ko'ramiz. Like bosgan yo'q. Alisher Ochilov omad. Aka like bosmagansiz. Avvalgi videolarni ham aytdim, hozir ham aytdim. Like bosganlar orasidan izlab topiladi, random orqali aniqlanadi dedim. Hech kim qilmadi. O'shaning uchun uzr. Hamma komment yozganlar вообще like bosmagan. Faqat kommentlarni yozib chiqib ketavergan. Like bosgan bitta odam chiqdi. Xafa bo'lish yo'q. Men aniqladim. Mana men aytdim, gapimga distva qildim. Mana kommentlar va like bosgan bo'lsa to'tal beriladi dedim. Shunaqa 10 ta odamni aniqladim. 10 ta odamdan 9 tasi like bosmagan. Afsuski uzr. Men aytdim, sizlar bajarmadingizlar. Do'stlar, sizlardan bugina, bizdan bugina bitta like bosganingizda albatta sizga ham to'tal nasib qilardi. Bo'lmasam, keyingi videolarda like bosishingizdan chiqarmang. Mana hozir guvohi bo'ldingiz. Like bosilmagan hammasi bizda ko'rinadi. Ko'pchilik like bosganini bilinmaydi. Bu baribir bosmasam hech kim bilmaydi deb o'ylaydi, lekin baribir mana bizda ko'rinadi u narsa. O'shaning uchun do'stlar, albatta bitta like bosib qo'yisham esdan chiqmasin jigar. Keyingi videolarda albatta yana 10 ta odamni aniqlaymiz. Mana shu kommentariya, shu videoni kommentariyasida albatta like bosib esdan chiqmasin jigar va Telegram kanaliga o'tsangiz, Telegram kanalda bunaqa chiroyli kuponlar sizlarga bepulga beriladi. To'tal ham beriladi, Telegram kanali obunachilarimizga beriladi. Faqat tez orada katta konkurs bo'ladi Telegram kanalda. Albatta bizlar bilan aktiv bo'lib kelayotgan avvaldan bizning obunachilarimizga birinchi navbatda o'shalarga beriladi. Zo'ridan hozir o'shaning uchun jigar sizlar obuna bo'lib qo'ying. Bir hafta mobaynida bizlar bilan birga kanalda bir hafta kelganiga bir hafta bo'lmagan bo'lsa, konkursimizda g'olib bo'lsangiz ham baribir sovg'a berilmaydi. Chunki tez orada konkursning shartini e'lon qilaman Telegram kanalda. O'shaning uchun hozirroq Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz va bepul kuponlardan foydalanib har kun soqqa ishlab topsangiz bo'ladi jigar. Bo'lmasam do'stlar, birodarlar, hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha albatta kommentariyamiz orqali aniqlaymiz keyingi videolarimizda. Like bosib, negadir sessiya mayli kiramiz. Xo'p, like bosib, kommentariya yozishingizdan chiqmasin. Mana 62 ta kommentariya bo'lgan. Shunaqa keyingi videolarimizda albatta 100 dan oshib ketadi degan umiddaman. Kommentariya like bilan kommentariyaning ikkalasi teng bo'lib borsa, o'shanda hamma like bosib kommentariya yozgan bo'ladi. Bo'lmasam jigarlar, hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha bu kupon kimga kerak bo'lsa bemalol yuklab olib hisobga qilsa bo'ladi. Hammaga omad do'stlar.